Assalomu alaykum. Mana Bektosh akada filtrlarni buyurtma qilib, pochta orqali yetkazib berishdi. Uyga olib kelib o'rnatib oldim. Ko'rishlaringiz mumkin. Zaxira paki. Filtrni o'zi o'rnatish uncha qiyin emas. Video raqamlama orqali ketma-ketlikda bajarsangiz tez va oson bitadi. Hozir buni test qilib ko'ramiz. Hozir olib ko'ramiz. Bunga krandan chiqayotgan suv. Bunisiga mineral suvni olamiz. Bunisiga filtr suvni olamiz. Hop, test metrni yoqib olamiz. Birinchi navbatda krandan chiqayotgan suvni o'lchaymiz. Mana ko'rishlaring mumkin. 900 ham ichishga yaroqsiz bo'lgan suv. Endi buni filtr suvga solamiz. 17-18. Juda ham toza. Endi buni mineral suvga solib olamiz. Bu ham 17. Hop, endi filtr suv va krandan chiqayotgan, to'g'ri chiqayotgan suvni elektroliz qilib o'lchab ko'ramiz, tekshirib ko'ramiz. Buning uchun elektrolizni 4 ga siqib olamiz. 4 ga siqilganda elektr toki o'tgani oqibatida mana bu bir tomonidagi temir erib, ikkinchi tomonidagi alyuminiy qaytariladi, ya'ni uslanish qaytarilish reaksiyasi sodir bo'ladi. Bunda temir erib, suvga ko'k tuz kirishi kerak. Agar tuz bo'lsa, tuz bo'lmasa hech qanday o'zgarish ro'y bermaydi. Yoqib oldik. Reaksiya boshlandi. Ko'k tuzga kirdi, temir erib, suvga singyapti. O'chirib olamiz. Mana tuzli kran suvi va toza filtr suv. Tarkibida hech qanday tuz yo'q. Shuning uchun elektroliz bo'lmayapti. Bunda esa to'la tuz ko'rishlaring mumkin. Xullas shunaqa 1 oy ishlatdim. 1 oydan keyin olinyapti bu video. Yaxshi ishlashlari hozir ishga tushgan. Bu yoqda kirayotgan suvni tuz miqdori, bu yoqda esa chiqayotgan qo'shimcha rezervuar idishiga to'planayotgan suvni tarkibi to'r ko'rishlaring mumkin. Ishlashlari yaxshi, uncha shovqin chiqarmaydi. Shu zaxira bakini yarim soatlarda to'ldiryapti. Juda ham yaxshi. Maslahat beraman o'zlaringga. Narxlari ham juda arzon qolgan joylarga nisbatan.